Assalomu alaykum, sizlar bilan Behruz. Bugun biz Buxorodan 4 kilometr shimolda joylashgan Sharqona nafisli va Yevropa uslubining betakror uyg'unligini o'zida mujassam etgan Storay Moxossa haqida suhbatlashamiz. Qani unda boshladik. Bu yer oddiy saroy emas, bu Buxoro amirlarining orzulari, didi va qudratini aks ettiruvchi obidadir. Storay Moxossaning tarixi 18-asrga borib taqaladi. Dastlabki inshootlar Muzaffarxon va Nasrullaxon davrlarida qurila boshlagan. Keyinchalik Abdulla Ahadxon hukmronligi davrlarida bu yerlar haqiqiy saroy bog'ga aylantirildi. Aynan shu davrlarda go'zal bog' va dam olish maskanlari ham qurilgan. Ammo saroyning eng hashamatli qismi Amir Olimxon davrida qurilgan bo'lib, bu yangi saroydir. Bu yerning umumiy maydoni 6,7 gektar bo'lib, bu yerda 3 ta hovli, eski saroy va o'nlab xonalar joylashgan. Aynan Amir Olimxon davrida Rossiya imperiyasi bilan aloqalar juda ham yaxshi bo'lgan va shu sababli ham Yevropa elementlari juda ham keng qo'llanilgan. Saroyning eng diqqatga sazovor qismi bu muhtasham darvoza va uning ravoqi Markaziy Osiyo me'morchiligiga xos bo'lmagan shaklda qurilgan bo'lib, rang-barang qo'shinlar bilan bezatilgan. Va sizlarga yana bir savol. Nega aynan shu saroy aynan Buxoroning shu qismida joylashgan? Nima deb o'ylaysiz? Men hozir o'zim bergan savolga o'zim javob beraman. Bu binoni qurilishidan avval, ya'ni 1861-yilga qadar Amir Nasrullaxon bu yerni o'ziga tanlab oladi va bu yer qurilishidan oldin majlis o'tkazadi va qayerda qursam bu havosi salqin bo'ladi deb majlis o'tkazadi. Keksalardan biri aytadiki, siz qo'y go'shtini oling va Buxoroning 4 tarafiga qo'ying deydi. Bu agarda qaysi joy, qaysi go'sht oxirga ayniqsa o'sha tarafga saroyni quring deydi. Bu taklif hammaga ma'qul tushadi va Amir Nasrullaxon shu ishni qiladi va birinchi navbatda janubiy taraf go'shti ayniydi va oxirgi bo'lib shimoliy taraf go'sht, ya'ni hozir turgan saroy taraf ayniydi. Endi ichkariga kiramiz. Lekin undan oldin men sizlarga yana bir qiziq ma'lumotni berib o'taman. Bu Storay Moxossaning ma'nosi. Stora yulduz, Mox oy, Axos esa o'ziga xos bo'lgan joy ma'nolarini bildiradi. Qani unda ketdik. Bu yer saroyning kirish yo'lagi va men sizlarga bir maslahat beraman. Bu yerga kelsangiz, albatta gid bilan kiring. Gidni darvozaga kirishda so'rasangiz beradilar. Chunki bu yerda juda ham ko'p ma'lumotlar bor va chunki bu yer juda ham katta. Shu sababli ham ma'lumotlar juda ham ko'p bo'ladi. Va yana bir narsa, biz hozir o'tirgan saroyning bu qismida bog'chaxona joylashgan. Aytayotgandek, bog'chaxona va xazinaxona shu yerda joylashgan. Bu yerda amirning oilasi va uning mehmonlarining ko'p to'shaklari va kiyimlari ham shu yerda saqlangan. Amirning xazinalari ham shu yerda saqlangan, chunki amirning yotoqxonasidan to ana shu xazinaxonagacha eltib boruvchi yo'lak bor. Aynan men o'tirgan yo'lak saroyning ichki va tashqi qismini bog'lab turadi. Bu yo'lakning nomi Dolon va buning darvozalari
haqiqiy darvoza, ya'ni oldingi davrga qurilgan bo'lib, haligacha buzilmagan holatda turibdi. Ha, shu o'rinda to'g'rislar haqida. Amirning Hindiston bilan aloqalari yaxshi bo'lgan va bu to'g'rislarni Hindistondan buyurtma bilan keltirgan. Mo'g'orqossada bog'lar ko'p bo'lganligi uchun bu yerda 100 dan ortiq hayvonlar va qushlar boqilgan. Bu to'g'rislar o'sha vaqt sulolasining 4-5 avlodi hisoblanadi. Chunki to'g'rislar ham odamlardek 25-60 yoshgacha umr ko'radilar. Ularning dumi uzuni erkagi bo'ladi, dumi qisqasi ayoli hisoblanadi. Ha, aytgancha, Mo'g'orqossada Amirning 4 ta fili bo'lgan. Keyinchalik Rossiya hayvonot bog'iga olib ketilgan. Siz dolon orqali ichki hovliga tushasiz. Ushbu hovli salomxona deb ataladi. Ichkariga kirganingizda sizni g'ozg'on marmardan yasalgan sher haykallari kutib oladi. Oqsaroy esa haqiqiy san'at asari. Devorlari ko'zgular bilan qoplangan. Ganj uymakorligi nihoyatda nozik. Yorug'lik aks etib, xonaga sehrli ko'rinish beradi. Bu saroyni mashhur usta Shirin boshchiligida qurilgan. Yangi saroy esa rus muhandislari Isakovich va Margulis tomonidan loyihalashtirilgan. Saroy atrofidagi bog'lar ham alohida e'tiborga loyiq. Bu yerda 8 xonali ko'shk, yarim doira shaklidagi haram, xizmatkorlar uchun alohida hovli, katta marmar hovuz joylashgan. Ushbu xona xonai intizor bo'lib, ya'ni kutish xonasi deb ataladi. Xona gullar bilan bezatilgan. Undagi bezaklarga tabiiy bo'yoqlar ishlatilgan. Bu xonamiz Oq saroy bo'lib, Amir mehmonlarni shu yerda qabul qilgan. Rossiyada keltirilgan ushbu qandil kumushdan ishlangan. O'sha davrniki bo'lib, og'irligi 1,5 tonnani tashkil qiladi va birinchi elektr dvijok bilan yoritilgan. Ushbu xona bezaklari usto Shirin boshchiligida 1912-1914 yillarda 25 usta qo'l mehnatda ganj uymakorligi va muqarnas shaklida qilingan. Saroyning bu xonasi xonai shatranj deb ataladi. Bu xona shaxmat shashka o'ynash uchun mo'ljallangan. Bu xonamiz esa xonai bazm deyiladi. Ushbu xona bezash ishlarida 1913-yilda 36 mingta shisha ishlatilgan. Mozaika shaklida tushirilgan qizil, ko'k, oq rangli shishalar Fransiyadan olib kelingan. Aksariyat qurilish mollari Fransiyaning mashhur shaharlaridan biri Marseldan keltirilgan. Hozirgi kunda bu yerda muzey eksponatlari, turli xil davlatlardan Amirga keltirilgan sovg'alar saqlanadi. Ushbu xona xonai Mirzo deb ataladi. Mirzoxona ortiqcha bezatilmagan. Bunda mirzolar xalqdan kelgan arizalar yoki elchilar maktublari bilan ishlashgan hamda ushbu javonlarda maxsus hujjatlar saqlangan. Bu xona esa choyxona deb ataladi. Bu yerda ko'rpachalar tashlanib, ovqat yeyilgan. Derazalar ham maxsus past qilib qurilgan, atrofni tomosha qilish uchun. Yuqoridagi shishalar asosan Fransiyadan keltirilgan. Quyosh nurlariga xona har xil tusga kiradi. Ushbu yapon va Xitoy chinni buyumlari Amirga sovg'a sifatida keltirilgan. Ular 1000 ga yaqin bo'lgan. Hozirga qadar 150 tasi saqlanib qolgan. Qolganlari Sovet davrida talon-taroj qilingan.
Hozir siz ko'rib o'tirgan barcha binolar Amir Olimxon davridan to bizgacha yetib kelgan. 1911-yilda Yevropa uslubidan, naqshlardan, bezaklardan foydalanish keng foydalanilgan. Hozirga bu saroyga 400 ta usta ishtirok etgan va ulardan 70 tasi o'zini malakasini oshirish uchun Rossiyaga borib kelgan va Nilsen va Marglet ismli arxitektorlar Amir Olimxon nomasiga ko'ra chaqirilgan. Xonai Hash binosi. Bu 8 burchakli bino. Buni jannatning 8 darvozasiga o'xshatishadi. Aytishlaricha, bu binoni Amir Olimxon Olga Romanov nomli qiz uchun qirdirgan. Unga uylanmoqchi bo'lgan. Lekin Olga avlodi qirollikdan ketgani sababli ular Buxoroga kela olmagan deyshadi. Men hozir turist yonida aksirdim va u menga lashu dedi. Men o'ylaymanki, u menga sog'lik tilagan. Lekin sizlardan u qaysi tilga gapirganini so'rab qolaman va kommentariyaga yozib qoldiringlar. Endi biz hozirda muzey sifatida foydalanilayotgan bino haqida suhbatlashamiz. Binoning ichiga kiramiz. Bu yerda tarixiy eksponatlar, amirlar bilan bog'liq bo'lgan buyumlar va milliy hunarmandchilik san'atlari saqlaniladi. Qanunda ketdik. Bu binoda amirning yozgi vaqtida kelgan mehmonlari, elchilar 2-3 kun mobaynida tunash mumkin bo'lgan. Siz bu yerda o'sha davr liboslari, paranji, katta kichiklarning turli xil oyoq kiyimlarini, kiyim-kechaklari, qizlar jamalaklari, bosh kiyimlar va hattoki amaldorlar belbog'lari-yu choponlarning haqiqiysini ko'rishingiz mumkin. Haram binosi Sovetlar davrida sanatoriya maqsadida foydalanilgan. Bizgacha binoning bir qismi yetib kelgan.
azoncha deyiladi. Bunda azon aytilgan 10 metr orqada bo'lgan jome masjidi esa 1936-yilda yondirib yuborilgan. Bizgacha yetib kelmagan. Hovuz Buxorodagi eng katta hovuz bo'lib, eni va bo'yi 53 ga 46 metr, chuqurligi 3 metr bo'lgan hovuzni Sar deyishadi. Hovuzga suv Zarafshon daryosining kanali Mo'lyoni orqali keltirilgan. Saroyning janubiy qismida hovuz qo'shq bilan Xonai Haram binolari joylashgan. Xonai Haram bu mening orqamda turgan bino bo'lib, uning ikkinchi qavatida amirning onalari, birinchi qavatida esa xotinlari joylashgan. Hovuz qo'shq binosi 1917-yilda qurilgan. Xonai Haram Mavtan usulda qurilgan bo'lib, eng oxirgi qurilgan binolardan biri hisoblanadi. Haram binosi ham hozirgi kunda muzey sifatida foydalanib kelinmoqda. Bu muzeyda siz 7 yoshdan boshlab tikila boshlagan Shofirkon, Shahrisabz, Jizzax uslubidagi turli xil so'zanlarni va hatto Rustam Doston qosasini ham ko'rishingiz mumkin. Istoray muhofazadagi sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda video yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying va meni kuzatishni davom ettiring. Xayr.